Assalomu alaykum. Imronbek Parranda biznes kanalining obunachilari, do'stlar, ahli YouTube, O'zbekiston ahli do'stlar, xullas, mana bu kurkalarimiz xudo xolasa sotiladi. Do'stlar, Telegram kanallarda buni kilosini 2 oylik, 2,5 oyliklarni 99 mingdan berishyapti ekan kilosini. Bular juda yosh. Yana boqsa, xudo xolasa semiradi. 40 kilo, 45 kilogacha vazn to'playdi. Do'stlar, bular sotiladi. Bularni oluvchilar bo'lsa, telefon nomerimiz 90lik 507 80 23, kilosini 95 ming so'mdan tortib beraveramiz do'stlar. Nechta olsalaring ham bitta olasizlarmi, 10 ta olasizlarmi farqi yo'q. Do'stlar, hozir dastavka yo'q do'stlar, dastavka yo'q. Hozir havo issiq, uzoqroq bo'lsa, o'zlaring kelib ketganlarga yaxshi, yaqinroq bo'lsa qilib beraveramiz. O'zimiz Farg'ona viloyati Cho'plik tumani Shodlik ko'chasida turamiz. Cho'plikda sentrda, Qo'qonga yaqin 7 kilometr bor Qo'qon shaharga. Do'stlar, mana bu nimalarimiz, bronzalarimizdan bittasini olib qolamiz o'zimiz iste'mol qilishga. Qolgan 9 ta, 5 ta Big 6, 4 ta bronzani sotamiz. Xo'p, bular hali jo'ja, vaznni hali to'playdi. 40 kilo, 45 kilogacha boradi. Do'stlar, bularda hech qanaqa hidi yo'q, hech qanday bir sassiq hidi yo'q, chunki toza qaraganmiz. Mana bu yemlarni ham faqat maxsus toza kormlar bilan boqqanmiz. Mana achitqi, baliq, sassiq ovqatlar bilan boqmaganmiz. Go'shti ham juda ham shirin bo'ladi. Hozir so'ysalaring ham bo'ladi. Yoki yana bir oy, 2 oygacha boqib yuborsalaring, mana shu narsa hozir 5 kilo, 6 kilo atrofida 20 kiloga boradi. 4 oylik, 5 oylik, 5 oylikda 20 kiloga boradi do'stlar. Xo'p, buni sotishimizdan maqsadimiz do'stlar, biz ancha vaqt olib qo'yibmiz. Endigi safarga olamiz, chunki biz yangi yilga tayyorlamoqchilik. Hozir bu taxminimcha sentyabrga bormasdan o'sha 35 kilogacha vazn qilsa kerak. Endi bizga vaqtliroq bo'lib qolishi nimasiga shunga sotmoqchimiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana ko'ryapsizlar, ishtahalari zo'r, sog'lom, mana ko'zlari ham yaltirab turibdi. Juda sog'lom. Mana shunimiz 6 kilodan ag'i ham balki chiqishi mumkin. Hammasi mana toza yemda boqilgan, toza go'shtlar. Go'shtni olishda olib so'yib yesalaring ham bo'ladi. Mol go'shti ham 150 ming, 140 ming bo'lsa, hozir 95 mingdan go'shtini. Mol go'shtidan shirin bo'lsa, bularga hozirgi dalnimamet, ertadan keyin o'sha 40 kilo vazn to'plagandan keyin to'shlari pirqib bo'lib qolishi mumkin. Shunday bo'lib sonlari, boshqa tanasi, boshqa qismlari shirin bo'ladi. Hozir dalnimamet mol go'shtidan shirin bo'lsa, borki kam emas do'stlar. Yo borib so'yib yegani ham bo'laveradi. Agar jicha boqaman desalaring, boqsalaring ham bo'laveradi. O'rdaklarimiz sotilmaydi do'stlar. O'rdaklarimiz endi hozir videoga tushib qolyapti qandaydir. Abi eng kichkinamiz do'stlar, mana shu eng kichkinamizdan bir 4 kilocha chiqsa kerak. Faqat shular sotiladi do'stlar. Nima bo'lsa, bemalol telefon qilasizlar. Yana bir aytaman, telefon nomerimiz 90lik 507 80 23. Shu nomerga telefon qilasiz. Lokatsiya tashlab beraman, kelasiz, ko'rasiz, ma'qul kelsa, xudo xolasa bemalol olishlaringiz mumkin do'stlar. Lekin dastavka qilib bera olmaymiz, havo issiq, yo'lda endi biron nima bo'lib qolishi mumkin. Yaqin atrofda Farg'ona viloyati bo'lsa, Andijon, Namangan viloyatlari bo'lsa, qilib beraveramiz, lekin Toshkent vohalarga imkon qadar o'zlariniki olib ketsalaring ham bo'ladi. Arziydi kelib olib ketishlaringga, chunki bu yerda 50 kilodan oshiq go'sht bor do'stlar. Ham tirik vazn yo'lda to'xtatib, o'zlaring mashinangda kelsalaring, to'xtatib suv berib, aylantirib olib ketsalaring, o'sha toqqa chiqqanda to'xtab, Toshkentga borganda bitta to'xtab, shu 2 soat, 3 soatda bir to'xtab, jicha havo og'izdirib olib ketsalaring bo'ladi do'stlar. Men bilmadim, balki joni qattiqdir, yetib borar oxirigacha, uni bilmayman, lekin jonivorni endi qiynamaganimiz ma'qulroq deb o'ylayman. Xo'p, obunachilar, do'stlar, mana quyonlarimiz xudo xolasa kataklari bitdi. Ozgina tartibsiz bo'yapti bu yerlar. E'tibor bermaysizlar. Xudo xolasa endi ishlar tugatib oldik, endi sekin borga qilamiz. Do'stlar, bizda yangilik bor. Mana bu zotdor panda
quyonidan olib kelib qo'ydim. Mana samiz erkak kishi. Xudo xolasa bundan nasl olamiz. Bilasizlar, pandalar qimmatroq yuradi. Bizga arzonroq uchrab qoldi do'stlar. Olib kelib qo'ydim kecha Telegram kanaldan. Ko'rib qo'ydim. Endi bular o'zimiz babichkalar, har rang-barang. Mana bu ona quyonimiz bolalari bilan tovlanib yotishibdi mana. Hop, barakalla bo'laversin. Do'stlar, mana kataklarimiz bitdi. 100% bitgan yo'q, hali suv idishlarini bu narsalarni qo'yganim yo'q, qo'yaman xudo xolasa. Mana do'stlar, raddomlar alohida. Bemalol kirib shekka tug'ishi. Shundan ko'paytirib, bu kataklarga olib turib, bu yerda o'zikiga olib turib, u tepadagi katakga olib, shu yerdan sotaveramiz, xudo xolasa. Do'stlar, katagimiz chiroyli chiqibdimi? Bironta joyiga metr ishlatmadim. Hammasi xudo xolasa ko'z mo'ljal bo'lib ketdi. Endi o'zim ham usta bo'lganligim uchun nima deydi? Metr qilib yotmadim. Tas yetkazib bitta razmerga olib turib, bitta kesib olib o'sha razmerda qilib tashladim. Necha razmer bo'lganini ham bilmayman, lekin normalniy bo'ldi. Menimcha do'stlar. Do'stlar, mana xudo xolasa hamma joyimizda kurkular yotibdi. Xudo xolasa kecha bittasini tekshirdik, zo'r rivojlanish zo'r. Qolganlarni tekshirmadim do'stlar. O'shaning o'zi 3 ta palag'dagi o'xshagan urug'lanmagan chiqdi, ularni olib tashladim. Hop, Toshkent Uz 311 aka kanalini yurgizgan aka. Videoni kam qo'yyapsiz aka, siz ham qo'yib turing, sizga qiziqib masalan nima qilyapsiz ham. O'sha akamizni o'rdaklari kurka o'yotgan paytda bizniki yotmadi. Shunda juda hafsalam pir bo'lyapti, yo'q, Xudoga shukr mana. Birdaniga hammasi tas deb yotib berishdi, mana Allohga shukr. Mana bu yerda chiqib ketibdi. O'sha mashina hammasida bor do'stlar. Prosta joylar bardakligi uchun olgim kelmayapti. Hali bitlarni tepalarni bekitib, uborkalar qilib chiroyli qo'ylik, xudo xolasa boshqa chiroyli yana bitta video qilamiz. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Yana video qo'yib, xudo xolasa mana shu narsalarni bo'lishib, kuzgacha inshaalloh qishgacha o'rdakni nechta qilamiz. O'rdaklar sotilmaydi, oxirgacha o'rdaklar yig'amiz. Nechta bo'lar ekan, xudo xolasa jo'jani kuzda sanaymiz. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.